Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlar bilan Windows 10 operatsion tizimiga o'rnatilgan dasturlarni qanday o'chirish kerakligini ko'rsatib o'taman. Bilamizki, hamma ham bu dasturlarda o'rnatsa bo'ladi, lekin ko'pchilik odamlar bu dasturda o'rnatilgan dasturni qanday o'chirish kerakligini bilmas ekan. Hozir sizlarga shuni o'rgatib o'taman. Qani ketdik. Buning uchun etat kompyuter, ba'zilarda moy kompyuter bo'ladi. Qaramiz. Mana bu yerda kompyuter degan bo'lim bor. Kompyuter bo'limiga o'tamiz. Mana shu yerda mana ko'rganingizdek udalить или изменить программу. Shunga kiramiz. Mana bu yerda ko'rib turibsizki, jamiki o'rnatilgan programmalar, hamma dasturlar shu yerda ko'rinadi. Mana kompyuteringizda qanday dastur o'rnatgan bo'lsangiz, hammasi shu yerda ko'rinib turadi. Misol uchun menda mana WhatsApp web kerak emas, o'chirib tashlayman. Ustiga bitta bosaman, udalить. Mana ko'rib turganingizdek dastur o'chib ketdi. Mana chiqib ketamiz, yana chiqib ketamiz. Hamma keraksiz programmalarni o'chirib bo'lgandan keyin albatta kompyuterni boshidan yangitdan o'chirib yoqing. Ya'ni перезагрузка bering.